Hammaga salom bo'ldi. Streamus kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz o'zimizda avtofermamizni yanada kuchaytiramiz va o'sha orqali ko'proq mablag' topishga harakat qilamiz. Bir necha soatlab serverda vaqt o'tkazib, qanchalik mablag' to'plaganimizni bugun bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Kanalga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Agar men bilan birgalikda o'ynamoqchi bo'lsangiz, mana shu IP orqali kirishingiz mumkin. Agar serverda qo'shimcha bonus va keyslar kerak bo'lsa, mana shu promokod orqali o'zga qo'shimcha bonuslar olishingiz mumkin. Unda biz boshladik. Hozir donat bo'limidaman va bizga hozir spawner sindiruvchi, demak, kirka kerak bo'ladi va mana shu kirka orqali bugun biz spawner, demak, fermamizni kuchaytiramiz. Lekin bu ko'ryapsizlar, demak, donat do'konda juda ham qimmat, 6000 token turadi. Endi kimgadir arzon bo'lishi mumkin, lekin men uchun, demak, oddiy o'yinchi uchun bu juda ham ko'p. Shuning uchun, demak, bugun biz buni boshqa yo'l orqali olishga harakat qilamiz. Serverda, demak, auksion bor. Auksiondan uni sotib olsak bo'ladi. Va yana bitta narsa bor, e'tibor berasizlar. Sizlarning, demak, qobiliyatlaringiz oshdi deb doim masalan o'ldirgan paytlaringiz yoki bir narsa sindirgan paytlaringiz, demak, serverdan, demak, sizlarga xabar keladi. Mana shu qobiliyatlarni ko'rishni sizlarga o'z komandasini ko'rsataman. Bu komanda o'zi to'g'ri aytsam serverlar, demak, komanda ichida yo'q. Shunchaki mana buni yozasiga e'tibor berasizlar, ko'rinmaydi. Skills deb yozasizlar va mana bunday menyu ochiladi. Bu yerda o'yinchilar o'zining qobiliyatlarini ko'rishi mumkin. Bu to'g'ri aytsam hech nimani hal qila olmaysizlar. Bu o'zi avtomatik tarzda rivojlanib ketaveradi. Bu shunchaki endi o'yinchilaringizni qanaqa, demak, qobiliyatlarga ega ekanligini bilishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu yerda fermerlar bor, demak, daraxtchilik, qisqasi turlar juda ham ko'p. Qiziq ko'rsangiz agar, ochib ko'rsangiz agar, demak, o'zlaringizning qobiliyatlaringizni ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Auksion ochamiz va bizga hozir kirka, demak, spawner sindiruvchi kirka kerak bo'ladi. Hozir bo'lmasa hamma resurslar bo'limiga kirib olib, mana bu yerda, demak, kirkalar bo'limini tanlab, mana spawner sindiruvchi 5 million va 3 million ekan. Ozgina qimmatroq bo'ladi, demak, ozgina sabr qilish kerak. Menimcha bironta o'yinchi agar bugun, demak, mistik yoki eventlarga borib, o'sha yerdan mana shunaqa kirka agar, demak, topib olsa agar va auksionga arzonroq narxda qo'ysa agar, o'shani arzonroq narsa sotib olsak, bizga foydali bo'ladi. Agar ko'p qimmat bo'lsa, endi ko'proq mablag' kerak bo'ladi, ozgina ko'proq vaqt sarflashimiz kerak bo'ladi. Yo, qaranglar, bo'ldi. Bitta o'yinchi mendan damlamamni, nima deydi uni, eventga borganim adashmasam, o'tgan safardagi videoda va o'sha yerdagi, demak, damlamalarni men sotgandim va bitta o'yinchi, demak, mendan o'sha damlamani 400 ga hozir sotib oldi. Balansim, demak, 429 ga ko'tarildi. Hozir men bo'ladi, demak, spawner sindiruvchi kirkani sotib oldim bo'ldi. 1 millionni qanchagadir sotib oldim bo'ldi. Balansim 1 million 500 edi. Endi bo'lmasa tezagina xomga qaytib olamiz va endi spawnerimizni kuchaytiramiz bo'ldi. Chunki o'zimda bitta, demak, spawnerim bor edi. Hozir bo'lmasa spawnerlarimiz soni 2 taga aylanadi. Xo'p, bo'lmasa endi tepaga chiqa olishimiz kerak, chunki demak, mana shu yerda, demak, paydo bo'lishimiz kerak. Endi bo'lmasa ehtiyotlik bilan birinchi spawnerni sindirmasdan mana bu yerda, demak, bizning spawnerimiz bor, ikkinchi spawner. Bu yerda mana bir necha spawnerlarim bor. Bularni, demak, hammasini bir joyga to'plamoqchiman. Xo'p, endi o'ylaymanki ichidagi, demak, nimasi yo'qolmaydi, o'rgimchak yo'qolmaydi va ichida qoladi deb o'ylayman. Xo'p, ko'ramiz. Yo'q, ichida bor ekan bo'ldi. Mana ichida bor ekan, yaxshi. Demak, g'or, demak, nima deydi uni? O'rgimchagi. G'or o'rgimchagini hozir bo'lmasa, demak, ikkinchisini asta-sekinlik bilan qo'yamiz. Mana juda ham zo'r qo'ydim. Mana ko'ryapsizlar. Ikkalasi ham endi, demak, yordam beradi bizga. Demak, tez endi moblar, demak, paydo bo'lish, spawn bo'lish kerak. Xo'p, endi bo'lmasa nima? Bizdan endi talab qilinadigan narsa bitta Twing akkauntimizni yoki o'zim mana shu avtoklikerni biror narsani yondirib, serverda farm qilishim kerak. Va mana bu yerda ko'ryapsizlar, mana bu tepangi ikkita qismiga ham men hali yana spawnerlar sotib olib, buni yana hali kuchaytiraman. Bo'lmasa mana shu o'tirgan holatda o'z moblarimizni farm qilmoqchiman bo'ldi. Birinchi, demak, qiladigan ishim mana shu moblarni o'ldirgan holatda ulardan qanchalik ko'p resurslar tushishi va bir soat ichida qanchalik ular to'planishini bilmoqchiman bo'ldi. Ikkinchi qiladigan ishim, demak, bularni masalan o'ldirgan holatda, demak, avtoskopkani yondiramiz bo'ldi. Demak, bayerni yondiramiz va avtomatik tarzda sotiladigan qilamiz va o'sha tartibda qanchalik ko'p mablag' sotilishini, demak, bilmoqchiman va qanchalik ko'p boy bo'lishimizni ham aniqlashtirib olamiz. Xo'p, bo'lmasa, demak, ishimizni osonlashtirish uchun men avtoklikerni yondiraman. Bu avtokliker o'ylaymanki serverda, demak, taqiqlangan emas. Chunki men biron kishi bilan hozir jang qilmayapman. Men shunchaki, demak, farm qilyapman bo'ldi. Masalan, mana shunaqa holatlarda Twing akkauntini ishlatinglar, chunki ozgina xavfsizroq bo'lardi. Xo'p, bo'lmasa, demak, akkauntimni mana shunday holatda hozir men avtoklikerni, demak, moslashtirib, to'g'rilattirib qo'yaman va 1 soatga, demak, mana shunday qo'yamiz va ko'ramiz, demak, qanchalik bizga ko'proq resurslar yig'ar ekanmiz.
1 2 3 ko'raylikchi. Demak, qanchalik ko'p resurslar bor ekan inventarimda. Inventarimda qanchalik o'rgimchaklar, ko'zlarni qaranglar, bola shunchalik ham ko'payib ketibdi. Bularni har bittasi donasini server auksionga 1 million 2 million so'sam agar to'g'risi bo'yib ketsam kerak. Demak, 1-2 daqiqa ichida 20 million yo 30 million ko'tarishim mumkin. Menda yana bitta maqsad bor bolalar. Demak, nima desam ekan? Mana shu o'rgimchaklarni, demak, fermasimda ikkita spawner bor. Mana shuni men 4 ta qilmoqchiman. Buning uchun bizga yana ikkita spawner sindiruvchi kirka kerak bo'ladi. Demak, video davomida men yana ularni sotib olaman va sizlar bilan bugun demak yana ko'ramiz. Men yana demak 1 soatlik timer qo'yaman va 1 soat ichida mana shu 4 ta spawner orqali qanchalik biza ko'proq mablag' topishimiz mumkin. Ertasi kuni serverga kirdim va e'tibor beryapsizlar, men yana bitta spawner topib oldim bolalar. Xo'p, endi bo'lmasa nima qilamiz? Hozir auksionga bolalar yana bitta spawner sindiruvchi kirkani ko'rib oldim bolalar. O'z bo'lmasa o'shani birgalikda demak videoda hozir sotib olaman va uni demak birgalikda hozir ishlatamiz va men demak bir kun oldin yana bitta spawner topdim. Bu bizning demak hozir 4-spawnerimiz bo'ladi. O'sha uchun demak hozir mana shu 4-spawnerni yig'amiz, demak va o'zimizni bazamizga qo'yamiz. Keyinchalik esa keyin yana auto klikerni yondiramiz va ko'ramiz qanchalik ko'proq mablag' olishi mumkin ekan. Xo'p, bo'lmasa demak mana sotib olamiz bo'lar. Qancha ekan u? 100 million. 100 million qimmat u. 2,5 millionlik bordi. Qana edi u? Mana 2,5 millionlik demak sotib olamiz bo'lar. Let's go. Bizga eng kerak narsalardan biri hisoblanadi. Xo'p, va buni demak hozir spawnerimizni sindiramiz bo'lar va o'zimizga olamiz. Let's go. Endi bo'lmasa men demak tezligina bazamga bora olaman va 4-spawnerimizni qo'yamiz. O'ylaymanki, moblarimiz demak 4 ta spawner bo'lishiga qaramay, moblarimiz spawn bilan e'tibor berasizlar. Bu yerni bazamni kimdir topibdi. Yo'q, xayriyatki men o'zimni bazamga bola spawner qo'yibman. Xayriyatki, spawner demak, xayriyatki bazamga bola demak privat qo'yibman, chunki bu bazamni biron kishi topib olib, spawnerlarimdan foydalanishi mumkin edi. Xayriyatki, demak, bu yer demak xavfsizlik demak joyida. Endi bo'lmasa nima qilamiz? Mana shu yerda spawnerimizni sizlar bilan qo'yamiz. Wow, e'tibor beryapsizlarmi? Endi bizda 4 ta spawner bor bolalar, 4 ta. Endi bu moblarimiz tezlik bilan paydo bo'lishi kerak. Paydo bo'lishi kerak albatta deb o'ylayman, chunki qanchalik ko'p spawner bo'lsa, shunchalik moblar tez paydo bo'lishi kerak. Yo, e'tibor beryapsizlar, moblarni tez paydo bo'lishini bola. Yo, shunchalik ko'payib ketdi moblar. Yo, ularni qaranglar tushishini tezligi bilan. Xo'p, bo'lmasa bu yerni hozir mana bu pol blok bilan yopib qo'yamiz. Moblarimiz biz tomon o'tmasligi uchun. Yo, baribir o'tishyapti-yu, lekin bu serverda shunaqa narsa bor, qilich bilan bir marta urgan holatda, demak moblarni barchasini demak bitta urinishda o'ldirish mumkin bo'ladi. Qaranglar, mana bu tomondan kimdir kelgan ekan bazamga. Mana kimdir topgan ekan. Xayriyatki bu yerni hech kim portlab tashamagan ekan. Endi bu baxtimga deb o'ylayman. Agar biron portlab tashaganda edi, bu video chiqmagan bo'lar edi bolalar. Va bizdan hali videomda baza qilishimiz kerak. Mana hali bazam yo'q bolalar. Hali o'zimni bazam yo'q. Bazamni va nihoyat o'ylaymanki qilamiz, xudo xolasa. Xo'p, endi bo'lmasa mana shu o'tirgan holatda moblarimizni farm qilamiz va hozir men demak bo'lmasa bayerga kiraman bolalar va avtoskupshikni hozir sizlar bilan yondiramiz. Bo'lmasa demak bayer yondiramiz bolalar. Bu serverda ham demak avtoskupshik bor. Mana shu yerda demak mana bu shamchani ustiga bosasizlar va ko'k bo'ladi va o'zlarini demak tovarlarini ustiga bosasizlar, demak talab olasizlar va ko'ryapsizlar, avtomatik tarzda sizlarning narsalar sotiladi. Mana shunday holatda demak serverda hozir mablag'imiz ko'tarilamiz. Demak bitta o'ldirganimiz uchun demak 400, 500, 600 mana bunday bolalar pul ishlanadi. Mana bu eng foydali avtofermalardan biri mana shu deb o'ylayman. Hop, yana bir bor demak avtoklikerni uladim. Endi bo'lmasa avtoskupshikka kiramiz va hozir uni yoniq yoki o'chirilganligini tekshirib olamiz sizlar bilan. Va avtoskupshigimiz demak o'chiqmi? Mana yondirdim. Endi ko'raylikchi, hozir moblarni urib ko'ramiz. Men hozir demak moblarni tekshirib olishimiz kerak. Men bu maslahatim doim tekshiringlar, keyinchalik esa ishga kirishinglar bolalar. O'zgina qo'tyapti. Yo'q, moblar shunchalik ko'p bo'lgandan menimcha qot ketyapti. Cho'g'i hozir to'xtanglarchi. Demak uryapmiz, mana pul demak to'planyapti, to'g'rimi? Mana zo'r. Xo'p, endi bo'lmasa nima 1 soatlik yoki yarim soatlik timerga qo'yaman va keyin sizlar bilan qaytib kelamiz. Yo, men hozir keldim bolalar. Demak, qarasam agar bayer nimagadir o'chirilgan. Hozir bo'lmasa avtoklikerimizni o'chiramiz va hozir bo'lmasa bayer kiramiz va ko'ramiz nima maqsadda o'chirilgan ekan. Nima uchun? Hozir demak ko'ramiz. Menimcha qanaqadir zboy bo'lgan, o'chib qo'ygan menimcha.
va bayerni yana qaytib yondiramiz va o'ylaymanki, mana bu inventarimizdagi narsalar avtomatik tarzda sotilishi kerak. Mana buni yondiramiz va mana sotamiz va balansimiz hozir demak 1.500.000 ga ko'tarilishi kerak. O 1.400.000 bo'ldi. Yaxshi, keyin sanduqda ham narsalar bo'lishi kerak. Endi nima desam, agar ko'p vaqt o'tirsa, agar shunchaki AFK qo'ymasdan akkaunt ketsangiz agar yoki qanaqadir damager degan narsa bor serverda, o'sha orqali qo'ysangiz agar avtomatik tarzda o'zi server farm qiladi. O'sha narsani xudo xolasa serverda sotib olamiz va ko'proq yana harakat qilamiz va shu tarzda davom ettiramiz.